Assalomu alaykum hurmatli Norin chorva o'z obunachilari hamda chorva ishqibozlari. Mana bunday semiz buqa ishqibozlari. Bugungi video obzorimiz Andijon viloyati Izboskan tumani Yakatut chorva bozoridan semiz buqalar qatoridan boshladik. Obuna bo'lmay ko'rayotganlar obuna bo'lib, bittadan like bosib qo'yishni unutmanglar. Sizlarga semiz buqa narxlari, taroziga qancha, oyoqqa qancha sotilayotganlarini qo'ldan kelganicha video obzorini qilib beramiz. Obuna bo'lib qo'ysanglar, bozor narxlari qancha bo'lyapti, olishinglar, sotishinglar qanaqa bo'lyapti, shu ma'lumotlarga to'liq ega bo'lib turasizlar. Xudo xolasa har bozordan video syomka chiqarib boramiz. Shuning uchun obuna bo'lib qo'ysanglar, birinchilardan bo'lib ko'rish baxtiga ega bo'lasizlar. Bo'lmasam biz syomkani boshlayveramiz. Bittadan like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Aka sizdanmi buqa? Aka sizdanmi buqa? Kimdan akam? Sizdan emasmi? Sizdanmi? Nech pul so'rayapsiz aka bunga? 40 million kami bor deyapsiz, 35 million savdo bo'lyapti. 40 million kami bor, 35 million savdosi bo'layotgan buqamiz. Chiroyli, zo'r semirgan, sifati ham yaxshisidan. Tortilmagan bu. Kiloga 67 mingdan bo'lyapti. Kiloga 67. Kiloga 70 mingdan narx so'ralayotgan buqamiz 67 mingdan berilmayapti shu buqamiz mana. Zo'r boqilgan ekan, boqqanga ham rahmat. Ko'rganlar bittadan like bosib mashalloh deb qo'yishni unutmanglar. Yaxshi sifatli buqamiz. 67 mingdan savdosi bo'lib turibdi, berilmayapti. Sizdanmi aka buqa? Sizdanmi? 26,5 million savdosi 26 deyapti. Mana bu buqamiz 26,5 million savdosi bo'lyapti, berishmayapti. Nargisiga 26 millionga berishmayaptilar. Boqma buqalar. Boqqani ham, so'ygani ham tushaveradi. Bunisi 26 millionga berilmayapti shu buqamiz. Mana navbatdagi yirik shved buqamiz. Aka buqa sizdanmi? Sizdanmi? Aka nech pul so'rayapsiz bunga? 40 million deyapmiz. 40 million. Tarozigachi? Taroziga 40 million. Aytilayotgan buqamizga 37 million pul berishyapti. Yaxshi o'sadigan, yirik bo'ladigan buqamiz. Oyoq qo'li uzun. Yaxshi sifatli buqamiz. 37 millionga berilmayotgan shu buqa. 40 million so'rashyapti egalari. 40 million so'rashyapti. 37 millionga berilmayapti shu buqamiz. Sizdanmi aka buqa? Sizdanmi buqa? Bunisi kimdan aka? Bunisi kimdan aka? Nargis. Ketib qoldi. O vayna qushlar. Olavering, videoga olavering. Nech pul? 67dan tortib beramiz deyapmiz. 67 dan taroziga tortib beramiz deyapti. Savdosi bo'ldimi mana? Qanchadan bu? 67 million 300 ming ber. Qancha? 67 million. Ikkalasigami? Aha. Narx ikkoviga. Shu ikkala buqamizga mana bittasi shu. Ikkinchisi bu 67 million 300 mingga shu ikkalasi savdosi bo'libdi. Berishmabdi. 67 mingdan bo'lsa taroziga qo'yib beraveramiz deyapti. Mana shu buqalarimiz.
Mana bunisi 450 ga oshib 500 ga yaqinlashib qoladigan. Bunisi undan sal ozroq keladi. Yaxshi boqma. O'sadigan, yaxshi qo'shadigan. Zoti yaxshi buqalar. Jupiga 67 million 300 mingga shu ikkala buqa berilmadi. Bo'ylari 1.35 plus chiqadi. Mana gardani uzun. Yaxshi sifatli buqalar. Assalomu alaykum. Buqa sizdanmi aka? Sizdan emasmi? Sizdanmi aka buqa? Sizlardan emasmi? Egasi yo'q ekan. Sizdanmi buqa aka? Yo'q. Aka sizdanmi buqa? Sizdanmi? 66 dan sotilibdimi? Mana kiloga 500 kiloga yaqinroq buqamiz 66 mingdan taroziga sotilibdi. Mana chiroyli yoqsiz semirgan buqamiz. 490 kilo, 480 kilo oshiqroq. Yaxshi semirgan buqa. 66 mingdan taroziga sotilibdi. Sizdanmi aka buqa? Necha pul bu? 33 ozgina kami bor. Tarozigachi? Taroziga mana boqma novosimiz taroziga tushmaydi deyapti. 33 million so'm kami bor. Yaxshi boqma, chiroyli, gardani uzun, sifatli. Mana yaxshi boqma buqamiz. 33 million so'm kami bor. Bozorni bo'shatmay qo'yibsiz-ku. Ondan beri mal satışlarının hiç buradan kilo geliyor. Shu buqamizga ham oyog'iga 33 million so'm so'rab turishib ekan egalari. Savdosi bo'ldimi, bo'lmadimi? Savdosi 29 million so'mga berilmay turibdi ekan ayni paytda. Yaxshi novas ekan. Mana navbatdagi yaxshi semirgan, yoqsiz, go'shtdor buqalarimiz. Hozir egalarini topib narxlarini bilamiz. Aka sizdanmi buqalar? Ha, hammasi menda. Beshalasi ham? Ha, 5 o'g'il. Bu taroziga aytasizmi yo turishchami? Turishcha hammasini 35 dan kami bor dedi. Mana yaxshi semirgan, yoqsiz, chiroyli, sifatli buqalarimiz. Qo'yoq suyug'iga 35 million so'mdan so'rashyapti egalaridan. Egalarni o'zim bo'lib ketam. Qo'yoq suyug'iga 35 million so'mdan so'rashyapti ekan mana. Shu yaxshi chiroyli semirgan buqalarimiz. Bu farklı çok para bile 64 milyon. Necha pul bo'lyapti bu savdosi? 65 ming so'm. Taroziga.
Mana yaxshi semirgan buqamiz 65 mingdan taroziga savdosi bo'lyapti ekan mana. O'zi necha pul so'rayapsiz aka? 40 million. Oyog'iga 40 million so'rayapti egasi 65 mingdan taroziga savdosi bo'lib turibdi. Shu buqamizni. Mana. Yaxshi semirgan, to'shlari ham yaxshi kelib qo'ygan shu buqamizda 65 mingdan taroziga savdosi bo'lyapti. Altmış beş mingdan taroziga shu buqamiz berilmayapti. Yaxshi semirgan 550 kilo oshiroq chiqadigan yaxshi buqa. Chiqmadimi? Bo'lib ketdi. Mana semiz buqa narxlari bilan tanishdik mana. Shu buqalar hammasini kilolari bilan, narxlari bilan siz obunachilarimizni tanishtirdik. Obuna bo'lmay ko'rayotgan obuna bo'lib bittadan like bosib qo'yishni unutmanglar. Hammanglar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat hammanglarga.